Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Lord Shaha Minecraft. Bugun biz Chunkda yashab qolamiz bolalar. Videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lishni unutmanglar va videoga like bosishni ham unutmanglar bolalar. Kanalimiz biza ketdi. Mana biz spawn ham bo'ldik bolalar. Golem bo'ldi nima qotdi? Mayli, biz daraxt olishdan boshlab olamiz. Golem menimcha qanaqadir moblar spawn bo'lganda bizga yordam beradi. Bu yerga baryer qo'yib qo'yishgan, o'sha qo'yib qo'yishganiga. Bu yerda nima? Bu yerda o'zini reklama qilib qo'yibdi. Qiladi endi o'zini kartasi bo'lgandan keyin. Men nimadir bu o'yinning qoidalarini yozganda bo'ldim. Almaz bor ekan, izmurud bor, yaxshi ovqatlar bor. Bizda igul yetarli hozircha. Bu yerda bizning maqsad nima qo'yamiz bolalar? Polni aniq yig'ish qo'yamiz ham, armor, aslaha. Almazli aslaha pulni yig'ish qo'yamiz. Bizning maqsadda davay ketdi bolalar. Hozir biz bulardan o'zimizga kirka yasab olsak, sekin tagiga tushib boramiz, oxiriga boramiz. Adashmasam buni oxirida Ender Dragon portali bor bolalar. Agar Ender Dragon'ni anaqalarini topsak, qo'yadiganlarini albatta Ender Dragon'ning yoniga boramiz bolalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana bu daraxtlarni ham hammasini sindirib olsak, daraxt tushadi va ularni ekib qo'ysak bizga zarar bo'lmaydi. Ekib qo'ysak o'sadi, bizga kerak bo'ladi albatta taxtalar. Bizga masalan mana shu 6 ta taxtadan 6 ta daraxtdan 24 ta taxta bo'lsa, yetmaydi ular. Ko'proq bo'lgani yaxshi. Lekin yaxshi ekan, sundukdan yaxshi narsalar chiqdi o'zimiz uydagi. Hali pastga tushirganimiz sari sunduklardan ko'p narsalar qizuvli chiqaveradi. Yaxshi palka. Daraxtlarni ekib tashlaymiz mana shu atrofliga har xil orasini ochib. Mana gullar nimaga kerak? Gullarni olib tashlaymiz, o'rniga daraxt ekib yuboramiz. Mayli, shu gullarni otib olmaymiz-da. Sunduk ichiga tiqib yuboramiz. Kerak bo'lsa sizlar sunduk solib turamiz hozircha. Daraxt ekib yuboray qolinglar, mana shu 3 tasini. Uni ham sug'ormoqchi edim o'zi. Joy topamiz-da, ekib yuboramiz. Hammasini har xil joyga ekib tashlamasak, bu daraxtlarni o'sishi qiyin bo'ladi. Bittasini ham teparoqga ekib qo'yamiz. Endi biz ketdi o'zimizga kirka yasab olsak bolalar, birinchi bo'lib versak olamiz, keyin yo'dan kirka yasamiz va tagiga tushib boshlaymiz bu chankimizni. Bizga qilich ham kerak, chunki pastda bilib bo'lmaydi, har xil moblar bo'lishi mumkin. Shunga qilich ham olamiz, kirka ham olamiz. Hop, kirka olindi. Lapatka ola qolinglar, hozircha ko'lashga qilich keyin olveraman. Hozir menimcha hozir tushsam moblar chiqmasa kerak, balki 2-3 ta pastga tushsam keyin chiqadi. Hozir bularni ko'laymiz, keyin kirka bilan tushamiz. Bizga toshli kirka yasab olsak o'zimizga. O'zimizga yetadigan qilib toshlardan olamiz-da, keyin toshli kirka yasab olamiz. Ko'proq tosh olib qo'ysak zarar emas. Hali bizga pechka ham kerak bo'ladi, chunki pastdan rudalar chiqsa, ularni pishirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan tushadigan joy qilib qo'yamiz, zina, aylana zina qilib qo'yamiz. Tushishga oson bo'ladi, sakrayvermayman joniga chiqizib. Nima, kirka olamiz albatta. Ketdi endi, pastga tushib ketursak ham bo'laveradi. Bittadan kirkani o'zini qoldiraman, qolgan hamma narsani qo'yib yuboraman. Ketdi bolalar. Pastda qanaqa joy ekan? Namladan olinglar ozgina tosh, chunki yo'q pastga tushirib yuboradi-yu. Shu yerdan chiqib olish ham kerak bo'ladi. Lavaga tushib ketdimi? Ketdi o'ldim minus. Kirka minus, kirka ketdi-ku. Qanaqa bo'laman endi kirkam? Yombilli. Chiqamiz-da, qaytadan kirka yasaymiz, keyin tushamiz. Sal chekkaroqga. Bilmadim, yo'da lava borligini. Shoshib qo'ydim. Hop, kirka yasab olamiz. Hozircha mana shu kirka bilan tushib turaylik. Keyin yasab olamiz. Hozir yasab o'tirib kelmayapti. Ketdi mana shu tirollarni sindirsak, balki lava yo'qdir bu taraflarda. Hop, mana tushib olsak bo'ladi mana shu yerdan. Ana. Temir bor ekan bu yerda.
yaxshi bu yerda ko'p kerakli narsalar bor ekan. Ko'mir ham olamiz uyimizni yoritish uchun. Keyin chiqib temir kirka yasab olsak, temir kirka deyman. Tosh kirka yasab olsak, keyin ham temirlarni olamiz-da, temir kirka ham yasab olamiz. Bu yerda nima bo'lmayapti? Menimcha komand blokda anaqa yozib qo'yganda, o'sha belgilangan joy ularni olib bo'lmaydi. Tushib ketaman o'z pastga. Mana bularni sindirib olaylik, xavfligi bilan. Spawn bo'lmaydi yorug'da endi baribir. Olib tashlavergan yaxshi. Bolalar, videoni shu joyda to'xtatib turib, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar bolalar. Xo'p, endi biz tepaga chiqib ketamiz. Toshli kirka yasab tushsak, temirlarni olamiz, keyin temir kirkani olamiz va undan ham pastga tushib ketishni boshlaymiz. Bu yerga uyimga chiqib, yana tushib o'tirish qiyin-da, oxirida ko'proq narsa olib olaman-da. Shu bilan ketaman u pastga qarab, shu bilan uyimga chiqmayman. O'shanda yaxshiroq bo'ladi. Chunki chiqib ko'rsam, o'sha uyga chiqib, keyin pastga tushirsam, zerkarli bo'lib qoladi. Hamma narsani sug'oramiz bu yoqqa. Kirka yasab olsak, keyin pastga tushib ketamiz yana. Ketdi, hamma narsani qo'yamiz. Yana temir kirka ham kerak. Biz temir kirka yasab olishimiz kerak. Mana shunda hozir temir olamiz-da. Ozgina loy olaylik, ham yo'limizni tekislab qo'yaylik. Tushib olishga oson qilib qo'yish kerak edi. Mana shu yerdan zina o'rnatib qo'ysam ularga, mana shu tushishga, chunki bu yerda bizga kerakli narsalar ko'p ekanda, temirga o'xshagan ko'mir. Ovoz sakramasam bo'lmaydi hozir. Qo'yadigan joyim yo'q ekan. Mayli, sakraymiz endi, boshqa nima qilaman. Mana shu yerdan sakrab olsam bo'lar. Lavaga tushmasam bo'ldi, yana bu kirkani dabdali bo'ladi. Lavaga tushmayman bu yerdan sakrasam. Tushmadim. Yaxshi. Ancha baland ekan lekin. Bizga temir kerak birinchi o'rinda bu yoqdan. Qolgani o'sha ko'mirimiz ham bor. Olaveramiz. Hech narsa qilmaydi. O'sha ko'mir bor-da. Redstone olinadimi bunda? Anaqada. Tosh kirkada. Menimcha olinmaydi redstone. Lekin unaqa yomon qilib qo'yishdi. Borib olinmayapti yoniga temirlar. Nima unaqa qilib qo'ygan, nimaga kerak unaqa qilib? Endi to'g'ri tushib ketmasin deb qilingan, lekin bu yoqga yozilib qo'yibdi-da. Chunk xatoligi ekan bu. Temir yetadimi? Ya'ni ko'proq urish kerak, yetmay qoladi. Toshlar ham kerak bizga. Tosh уже kam qoldi. Tosh nimaga kerak? Tosh pechga yasab olishga kerak. 8 ta bo'lsa bo'ldi. Tosh ortiqcha og'irgan yaxshi bu. Ketdi chuquramiz bo'lmasa tepaga. Hozir temirdan kirka yasab olamiz, yana tushamiz. Unda mana shundan yo'l ochib qo'yaylik. Ozgina qulayroq qilib. Zinaga o'xshagan qilib qo'ysak, tushish oson bo'ladi. Zina qurishni ham yorib yubordim lekin bor. Yomon qiyshuv qurib tashladim lekin. Mayli, nimadir qilib quraman-da, endi boshqa qilaman. Undan ko'ra tengli narsa qo'yaman-da, shu yoqqa sakrab olganim yaxshi. Sakrab yeta olaman. Hop, ana yaxshi. Hammaga chiqib olishim kerak. Lavaga tushib ketib qolishim mumkin-da hozir. Xavfli-da. Va, etdimmi men? U suvga yetib boraman, suvga. Yugur. Yaxshi. Bir xafa qolganda yetib bordim o'zi ham. Shuncha quruvdim, tushib ketdim. Xato quraman-da, naryoni o'zi. Yana ko'proq tosh olamiz, qaytadan chiqamiz. Ko'proq olishim kerak ekanda, kam olib qo'yman, ham zinani ham xato qilib qo'yganman. Temirdan yana 1-2 ta olib qolaylik. Tosh kam olib ketib qoldim. Nima, toshim ham qolmay qoldi. O'shani sakrashga majbur bo'ldim. Olmos. Hozir temirdan kirka yasab tushsa, almazlarni olamiz bolalar. Sekin уже maqsadimiz sekin bajarilish boshlayapti. Butun almazdan aslaha yig'amiz-da. Yetarmiga shu 15 ta tosh chiqib ketishimizga yana olamiz. Olaveramiz. Hech narsa qilmaydi, ko'p olsak to'g'ri. Ortiq bilan olgan yaxshi deb. Shu yerdan zina qurib qo'yishim kerak bor. Chunki bu yoqqa ko'p tushaman-da, bu yoqda menga kerakli narsalar ko'p ekan.
Hozircha chiqib turib lekin qurib yuborarman zinani. Hozir ozgina qulayroq qilib qo'yishim kerak edi. Lekin ko'p tosh ketib qolar ekan bor. Azob ekan u yoqqa zina qurish. Hozircha shu bo'lar qurib tura qolaylik mana shuni. Toshim qolmaydi-yu hozir. Shuni qurishga ham vaqt yetadi. Voy mazgi. Lekin oson ekan. Уже почти yetib qoldim tepaga. Hop yana. Ana ulib olsa bo'lar ekan. Sekin bu yoqqa quramiz-da, tepamizga qurib zina qilib yuboramiz bu yerdan. Qancha mashtadan tepaga qo'yib turib sakrasa beradi. Sakrashimizdan shart emas ekan. Mamtga qo'yib qo'ya qolay, yana boyagidek tushib qotib qolmay. O'lsam hamma narsam yo'q bo'ladi-da, shunisi yomon. Keep inventory'ni ham yoqmadim. Mana shunaqa payt tushib ketdi bu boya lavaga. Bu yerdan qarab chiqib olaman. Qayerga qo'ysam bo'ladi? Masjidga qo'ysam bo'larmikan? Opa. Ozgina qoldi chiqib olamiz. Bu yerdan ham chiqishga yo'l qilib qo'ysam bo'lar ekan. Loyani sindirish oson, qilib qo'yaveraman. Ana. Chotki bo'ldi. Bu yerdan ham zo'r qilib yo'l olib qo'ysam, bemalol tushib chiqib yuraveraman. Hozircha bizda ikkita almaz bor, pastda. Ikkita almaz bor. Chiqamizda temir kirka yasaymiz. Keyin biratol yana pastga ham ochib ko'ramiz. Pastga ham tushib ko'ramiz. Xo'p, temir kirka temir oldim pishirib olish uchun bizga pechka kerak. Sundugimiz 8 ta bor ekan tosh. Kakras. Sundukda o'zimda ham 7 ta bor. Ana pechka, 2 ta pechka yetar ekan. Xo'p, ko'mir qo'yib yuboramiz. Endi yonishini kutamiz bolalar. Hamma narsani qo'yib yuborganim yaxshi sundukka. Yana bitta sunduk kerak ekan bizga. Bu sundukka hamma narsamiz baribir ketmaydi. Olmay yuboraylik, jon qolmabdi-yu. Bo'y lavaga tushib ketdim shundan keyin. Golem. Nimaga kerak bu? Menga qo'yib qo'ygan bu yerda. Yonimda yursa ham mayli ekan. Hashay kerak emas bizga. Blok kerak bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi qavat ham bormi? Yo'q, ikkinchi qavat emas ekan. Ikkinchi qavat bor deb o'ylayman. Endi e'tibor berdim oynaga. Hozircha 3 ta temir yetadi. Yetadi. Bitta kirka olib turamiz hozircha. Bizga palka kerak. Bittami? Taxtamiz bor ekan-da. Taxti yo'q bo'lganda men darhol shuni kutib o'tirardim. Qani palka? Ana kirkamiz ham tayyor. Yana hamma narsani sundukka joylaymiz-da. Qolgan temirlarni olib ham sundukka joylab qo'yamiz-da. Keyin yerga tushib boyagi almazlarni olamiz, yana tagiga tushamiz bolalar. Olmalarni yeb olsak, jon ancha kamayib ketyapti lekin. Xavfli ekan-da, borgan sari pastga tushgan sari xavfli bo'lib boryapti. Bu yerdan o'zimiz zinamiz bor, shu yerdan tushib olamiz. Ana, endi almazlarni olamiz bolalar. 2 ta almaz bo'ldi. Yana bizga nechta kerak yig'ishimiz uchun hisoblab chiqayim. Oyoq kiyimga nechta? Oyoq kiyimga 4 ta, bosh kiyimga 5 ta. Xo'p. Ishtoniga nechta edi? 7 tamidi? 6 tamidi? 7 ta. 7 ta kiyimiga 8 ta. 7 ga 8 15, 24 ta kerak ekan. Ya'ni 22 ta kerak menga almas. 22 ta qatada bu. Chiqib qolar sunduklardan pastdan. Agar chiqmay qolsa boshqa narsa maqsad qilamiz. Boshqa oltindanmi yasaveramiz aslag'an. Yoki Ender Drakonni o'ldirishga qoramizmi? Ender Drakon portal chiqsa agar olmam chiqib qo'ya qolay, ozgina bitta tushib ketib qoldim. Voy, etdim mana. Yetib boraman. Suv. Voy, o'lib qoldim. Yetib bora olmadim-da, boru. Yaxshi narsalarim bir ikkitasi tushib ketib qolmabdi lavaga. Ayniqsa kirka. Chiqib yana kirka yasab olishga majbur bo'lardim-da. Almaz ham yaxshi tushib ketmabdi. Tosh yig'ib hozir tosh kerak-da bizga. Redstone nima kerak? Menga nima sindirdim Redstone'ni?
tosh yig'ib olsam keyin pastga tushib ketsam bo'ladi. Hozir pastga tushirib yuborsam ancha keyin chiqolmay qolaman yo'lda agar bizga tez sindiriladigan bloklar bo'lmasa. Oldin mana bitta zo'r qilib yasab yuboramiz. Keyin pastga ham tushiraman. Tepani to'g'irlasam pasti buzilib ketyapti, past to'g'irlasam tepasi buzilib ketyapti. Bu zina ham bor. Tepadan boshlab qurib qilish kerak-da, o'shanda buzilmaydi. Mana qarang, qiyi bo'lib qolibdi boru. Mana bunaqa bo'lib qolibdi. Qanaqa to'g'irlasa bo'ladi endi uni? Umuman tushunmayman buni to'g'irlash kerak ekan. Nimadir to'g'irlash kerak buni. To'g'irlash ham azob ekan buni, ey. Mayli, nima qilsa ham buzib, qurib chiqib yuraveraman endi. Zina qurishga ham yordim-ku. Qayerdan chiqaman endi boyagi loyli joyga. Voy, yomon bo'ldi. Pala-partish quribdi jamudi ham zinani. Lekin yaxshi bo'ldi hozir. Ancha boyagidan. Yani zinani bir qavat ko'tarmasak chiqib bo'lmayapti. Bolalar, videomizni mehnatni qadrlagan holda albatta obuna bo'lib, like bosib ketsanglar xursand bo'lardim. Bu video o'zi ham qiziq bo'lgandan yarim soatga cho'zilib ketdi. Yarim soatdan ham oshib ketdi bolalar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda nimalar bor ekan? Oy, mana bu nima bor ekan sunduqda? Hop. Nima, men shuncha tushdim-ku. Hech narsa yo'qmi shu sunduqda? Voy. Zato bu yerda oltin bor ekan. Buni hozir olamiz. Bu yerda ham sunduq bor ekan, bu yoqqa chiqish kerak. Bu sunduqda hech bo'lmasa nimadir bo'lsa bo'lardi, ish qilib borib. Hech narsa yo'q ekan sunduqda. Shuncha tushdim. Hop. Mana gullarni chiroyli qilib qo'yishdi, lekin manzarani. Tepadagiga chiqish kerak. Mana gulni olib tashlab tepaga qo'yib qo'yamiz. Tepaga chiqaylik. Ishqilib yo'lda yaxshi narsalar bo'lsa, yaxshi bo'lardi bizga. Hop, ana. Voy, to'g'ri keldim qoldim. Yaxshi bolalar. Hech bo'lmasa bu yerdan yaxshi narsa chiqdi-yu. Bizda 3 ta almas bo'ldi, ya'ni 21 ta almas kerak bolalar. Lekin 21 ta oltin chiqdi. Shuning o'rniga agar almas chiqqanda joyda bizani maqsadimiz bajarilardi. Lekin afsuski almas bitta dona chiqdi. Mayli, o'ziga shukr boya hech narsa chiqmadi-ku. Agar bu sunduqdan ham hech narsa chiqmaganda men bu mera o'chirib tashlagan bo'lardim. O'q nimaga kerak ekan bizga? Mana buni olaylik, tagimizga qo'yib chiqib ketamiz tepaga. Hamma narsani sunduqqa joylab kelishim kerak edi. Bu yerda nima bor ekan? Suv bor ekan bu yerda, suv. Suvda yana o'taman. Men kerka bilan qumni sindiraman deb pastga o'taman. Sunduq bormi deyman. Sunduqqa boramiz ham. Sunduqda nima bor ekan? Oy, nechta almas bizda? 12 ta. 3 taga 12 ta, 15 ta almasimiz bo'ldi. Oy, bolalar, yana bizga nechta kerak? 9 ta almas bo'lsa, biz maqsadimizga erishamiz. Nima jonimga ketdi, boshim chiqib turibdi suvdan. O'laman. Chiqib turibdi-ku. Voy. O'lib qoldim-ku, qanaqa olaman endi narsalarni. Shu joyda ham o'ladimi? Hamma kerakli narsalar shu yerda. O'zi ham nechta 15 ta olmasim. Yo'qolib ketdi. Hozir yana olishga tushsam yana o'lmasmikinman ish qilib. Voy, o'g'amiz har xil joyga tarqalib ketdi. Qanaqa olaman bilan hammasi bittada. Lekin hozir o'lsam yomon bo'ladi bor. Nima qilib bo'lsa ham chiqib ketishim kerak lekin hozir. Hozir chiqib turmasam hozir yana o'laman. Boy mana shunaqa chiqdim-da, lekin baribir jonim ketdi. Men yo'q bo'lgan lekin chiqmay. Aytgancha hozir bu yerdan chiqolmayman-ku. Voy. Hozir kirkani olib turib, bitta toshni sindirishga ulgursam, ozgina pastroq tushaman-da. Mana bu turgan toshlarning tagiga yana bitta blok quraman-da.
Shunaqa qilib chiqib ketsam bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q bu yerdan chiqib ketish. Chunki mamtga sakrasam ham chiqolmayman. Hozir qolgan narsalarni olamiz. Qoldimi o'zi narsam? Sindirsam bo'ladimi mana buni bu yerda? Ana, cho'tki bo'ldi bolalar. Mashinaga ham yana bitta blok qo'ysak, bemalol chiqib ketamiz. Bu sanam, aytgancha kirkada sindirish kerakmi? Hozir kirkada sindirib ko'ramiz. Sindirib olsam yaxshi bo'lardi mana shu. Sinmasa yana bu. Chiqib sindirishim kerak bunaqa qilib. Ayna cho'tki bo'ldi. Endi bemalol chiqib ketsak bo'ladi bolalar. Endi qolgan paytimiz tushib, qolgan paytimiz chiqib yursak bo'ladi. Suvga ham bemalol qolgan narsalarimiz qolib ketyapti. Sal 13 ta olmosni qolib ketayotgan ekan. Eng kerakli narsalardan bittasi-yu bu. Yana 13 ta bo'lsa, 11 ta olmos. 2 ta olmos vaqt ketdi. Suvda yo'qolib ketdimi qolgani? Mana bilan sindirib blokni olib tepaga chiqishimiz kerak biz hozir. Tepaga chiqmaymikan o'zi? Chuqurcha tepaga 100 yil vaqt ketadi. Urg'unchning 4 yilini qoldi. Undan chiqish ham qiyin bor. Sekin harakat qilib qoladi disko. Xo'p, endi bu yerdan chiqib ketishimizga ko'p bloklar kerak bo'ladi. Blokimiz ko'p, faqat har xilda bor, noqulay. Menga ko'ra hammasi bitta blok bo'lib ketgani yaxshi edi. Xo'p, hozir uyga boraman-da, narmanroq narsalar olib yana qaytib chiqaman. Yana pastroqqa tushib ko'ramiz keyin suvdan. Suvdan pastda nima bor ekan? Shilib mobla bo'lmasin deb bor-u, o'ldirib ketadi meni. Ko'proq bo'lib ketsa agar. Balki mobla yo'qdir, bilmadim. Tushib turganda bor. Menda emas bor. Qo'lim ketib qoldi. Tushib ketib qoldi o'zimiz. Cho'chqiga nima bor bu yerda? Nima bu yoqqa kirgan? O'ldirib yuboraman. Pora qolmasin men. Qatanga bo'ldi bu. Yana boyga solib qo'ygansan ham yo'q ketgan. Yo'q ketmagan, g'alati bo'lib qo'ygan. Bu yerdan cho'chqa bor. Naryoqdan cho'chqa bor. Buncha ko'p bo'la. Hozir cho'chqani uraman, golem uraveramiz-mi? Undan ko'ra urmagan ham yaxshi. Sunduk joy yetmagan. Sunduk yasab yuboramiz. Xo'p, sunduk yasashga 8 ta taxta kerakmi? Xo'p, bizga 2 ta o'sha anaqamiz tayyor, aslahamiz. Bosh kiyim bilan kiyim tayyor. Yana nechta qoldi bizga? Bitta almazimiz bor hozir. Oyoq kiyimga 4 ta ketsa, 7 ta ketsa, 11, 10 ta kerak ekan yana bizga. 10 ta almaz bo'lsa bo'ldi. Missiya bajariladi. Qanaqasi olaylik, sunduk joy qolmadi-yu. Sunduk 2 ta yetmayapti kaniga. Nima bu yoqqa kirdimmi? Daraxt bor ekan. Bu yerdan 4 ta olsam, ana bo'ldi bolalar. Endi buni qayerga qo'yaman? Bu yoqqa qo'ysam bo'ladi, yo 10 tarafga. Endi hamma narsamizni shunga joylab qo'yamiz. Kerakli narsalarni qoldiramiz. Bitta kirka oladi. Bitta kirkada to'g'rimi qolgani kerak emas-u. Shu kirka bilan tushib ketsam, bitta toshli kirkani olmasam, o'zim tugab qolishi ham mumkin-da bu. Mayli, 10 toshli kirkani ketdi-ku. O'sha yerda aniq qolsam ham bo'laveradi-yu. Oxiriga tushib ketarman, keyin chiqib kelaman qaytib, bo'lmasa. Ketdi endi sekin men sindirib tushamiz. Sakraymi shu yerdan. Nima bu? Ya'ni nima bu yerdan chiqyapti bu? Bu yerdan ham chiqyapti. Nimaga chiqyapti bu yerdan? Noliga to'g'ri tushunmadim, lekin nimaga chiqayotganini bu yerdan. Nimaga tegib ketaveradi lavaga? Suvga tushmadan ketmasa kerak bu. Suvga tushib qoladi. Nima? Ko'p o'ldirguncha yonib turadi-ku. Bu yoqdan ham zina qilib qo'ymasam hozir. Lekin texnologiya qilib shunaqa uzun zina yasab olsa bo'ladi shu turishdan ham. Bitta sindirib, mana shunaqa. Mashinani ham bitta qavat ko'tarsa bo'ladi. Hozir mana shu bitta blokdan ham. Tepaga qo'yib turib, mana sindirib turib, yana buni qo'yib turib. Hamma shu tushgan qavatlarimga zina yasab ketaversam bo'lar ekan.
Sal pastroqqa tushsam narsa yig'ib turib ketsam keyin zina yasamayman qo'yganiga. Xo'p, bizga blok kerak. Suvga tushib ham ketdi. Sunduk bor edi, sundukka qaramadik-a. Sundukka qaradik o'tgancha. Sundukka qaradik, boshqa sunduk yo'qmi? Yo'q. Boshqa sunduk kerak narsa yo'q bizga. Baliqlar bor qanaqadir. 100 tacha baliq terib qo'ygan. Nima qilamiz u baliqlarni? Hech narsa yo'q boshqa. Bitta dona ham bosh kiyim bor ekan. Nima qilaman uni? Olmaz bosh kiyimim bor-ku. Tushiramiz ham pastga. Qanaqa joyligi qizuvdi hozir menga uni. Bitta qumni sindirib ko'raylik. Men qo'l bilan sindirolman. Kirka bilan sindirish kerak-ku. Voy, yana bor ekan deydi blok. Bitta qilib qo'yishmaydimi? Qanaqa hozir o'lib qolaman-ku. Lekin hozir o'lsam yomon bo'ladi bor-ku. Menimcha boshqa solmayman, palka yetarmikin boshqa kirkaga? Yetish kerak bor edi lekin. Yana bitta sindiramiz. Ishqilib boshqa blok bo'lmasin deb bor. Yaxshi, boshqa blok yo'q ekan. Tepaga chiqaylik. O'lib qolmayga. Ozgina turamiz-da, keyin tushib ko'ramiz. Qanaqa joy ekan. Ketdi. Qanaqa joy bu? Anu joyi bu aytgancha anu. Sunduk chiqadi-yu. Bo'lsa portlab ketadi. Nima deyiladi u joy? Ismi. Shu joyda. Shu joyni ko'rsam, anu video esimga tushadi. Qattiq sindirsa o'sha yerda ham bosadigan joy bo'ladi-yu. Portlab ketaveradi. Opa, bitta almas bor. Hop, 7 ta oltin bor. Mana creeper g'oya turishini. Portlaydi hozir lekin basharangga qara. Jonim ketmadimi? Jonim ketmadi. Bu sal uzoqroq ketib qoldi. Men bloklar himoya qildi men. Hozir bo'larmi? Mana portlab ketadi. Kerak emas narsalar bu yerda. Bu yerda olma kerak bo'ladi. Bu yerda ham kerak emas narsa bo'lsa. Bu yerda temir faqat. Aytgancha golden apple. Dimdan yeb olsak, uncha o'lmaymiz-da. Bitta donasidan olmas chiqdi, faqat bor. Bosolmadim men uni. Bosmanman. Bosib oldim deb o'ylab chiqolman tepaga. Yana pastda joy bormikan? Ketdimiz biz pastga. Men bittadan ko'limiz-da hozir. Ketdi. Hop, qanaqa joy bu? Voy, anaqalar bor ekan, o'lib qolmayapmiz qilib. Bularga qarshi kurashish qiyin, 100 tacha. Oy, 17 ta oltin. Voy, kirkada uryapman o'zi ham bilan. Qilich olganman. Esimdan chiqib qopti, qilich olganimda hozir bilan yortashirmi, kitush udarga o'ladiganlar-yu. Lekin ko'p ekanda, menimcha bitta spawn bo'ladigan anaqa bor. Qafasli joyi bor-ku. Nima edi shu joy esimdan chiqib qoldi. Mana turibdi-ku, o'lo. Voy, uncha ko'p bular, o'laman hozir. Hozir kitushlarni o'ldirib turganini sindirib olmasam yana chiqaveradi bular, foydasi yo'q o'ldirganini. Hop, ikkita qoldimi? Hozir ham tiriladi. 3 ta bo'ldi. Sindirib olamiz. Yaxshi ulgurdim. Tirila olmaysanlar endi. Ikkita dona qoldi. Mana shuni o'ldirsak bo'ldi. Mana bunisini ham o'ldirishimiz kerak hali. Bo'ldi, ana qolmadi. Yana bitta bor ekan, qatdan yeb qoldi, hozir yo'q edi-yu. Ishqilib yana tiriladigan joyi yo'qmi bularni? Voy, kirkam sindi-yu, nima qilaman endi? Voy, kirka qolmadi. Tepaga ham chiqa olmayman, bor-ku. O'sha ancha pastga tushib ketib qoldim. Suvdan chiqish ham muammo bo'ladi. Mayli, nima bo'lsa ham pastga qarab ketaveramiz. Yo'q, qanaqa pastga qarab ketaman agar toshli bloklar chiqib qolsa? Qiyin sindiradigan. Bilmadim endi. Lekin hozir yaxshi qo'lda sindiradigan bloklar chiqyapti-yu. Lekin keyinroq chiqib qolsa, shu ishtamizmi deyman. Bo'ldi, mana shu oxirim. Oxiri bedrock bo'ladi-yu. Buni sindirib tushsa kerak yana bitta. Hozir sindirib ko'raman. Lekin kirkam qolmadi, bor hozir. Tegdi va bizga kerak narsa bo'lsa ham ololmayman. Kirka yasab olish kerak. Qayerdan yasayman endi kirkani? Tepaga chiqquncha 100 yil vaqt ketib qoladi-yu. Hamma shunaqa ekan bularni. Bittasini sindirib tushib ko'ramiz. Qanaqa joy ekan uni tagiga. Hop. Qanaqa uy bu? 4. Oxirimi bu? 4larni qo'yib qo'yishim yo'q.
Qo'ziqorli joymi bu? Lekin bir tiyinlik foydali narsasi yo'q ekan. Bor ekan molli. Aytgancha bizga taxta kerak-ku. Kakra mana shu versak yasaymizda. Shu yerda taxta olamiz-da. Kirka yasab olsak bo'ladi bolalar. Ana. Yaxshi mana shu chiqib qoldi bo'lmasa. Men kerak emas deb tushib ketmoqchi edim. Hozir bizda almas bor, oltin bor, temir bor. Qaysi biridan yasaymiz? Almasdanmi? Lekin almas kerak bizga. Bilmadim qaysi biridan yasashimni. Oldinga yasab o'raylikchi verstaklarni. Taxta olishimiz kerak. Hali bizga ko'p kerak bu anaqa. Bu taxta ko'p kerak hali bizga. Ko'proq olishimiz kerak. Oltindan yasagan yaxshi, chunki oltinimiz yomon ko'p ekan. Oltin uncha kerak emas bizga. Hop, oltin kiyimlar olamiz ham. Hozircha. Oltin kiyim olib turaylik hozircha, keyin uni almas topib ko'proq almasga alishtiraveraman. Xo'p, ko'proq kerak bizga bor. Bolta olmayman-da, boltada sindirib tashlardim. Nomasiga sinadi qo'lda. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'ymasanglar bo'lmaydi bolalar. Obunani bosib tashlaymiz, sizlardan nima ketdi? Layklarni bosib tashlaymiz bolalar. Taxta VIP olishimiz kerak. Hozir bilib bo'lmaydi tagiga tushsa nimalar chiqadi. Oltindan yasab yubordik mana biz kelkani endi ketdi pastga. Sindiruvni mana shundan tushib ketamiz. Qanaqa joy bu? Mayli, mobla bo'lishi mumkin, sal qorong'iroq ekan. Mayli, tushaveramiz, nima qilaman boshqa. Lekin mana shu sunduq bo'lsa, zo'r narsalar bo'lsa, zo'r bo'lar lekin. Qanaqa joy bu? Qanaqa joy bu? Anaqa bor ekan bu yerda. Qanaqa joy bu? Lekin qo'rqinchli joy ekan bor. Yoqib qo'ydi lekin nima bo'lsa ham. Tuzoqmi bu? Qanaqa hamma o'tsam, mana otib o'tdi. Lekin bor. Ozgina qoldi. Biz uni enchanted apple. Shuncha kelaman. Lekin yomon tuzib qo'yishibdi lekin. Tuzoqqa. Erimasdan yasashganda shularni ham. Endi pastga tushamiz, bu yerdan yana talishga turamiz pastga qarab. Qanaqa joy? Bu yerda nima bor? Diamond boots. Diamond boots bolalar. Yaxshi bizda diamond boots bor. Anaqa bu suvga tushishimiz yotib qo'yadiganmi-da? Xo'p, sindirib tushib ko'raylik qanday suvga. Adashmasam buzatardi, yana bilmadim. Qanday muzatarmikan? Muzlatar ekan bolalar. Men tushamiz bu yerda qanaqa joy? Ana bizga oltin VIP. Mana sindirib tashlaylik bo'lsa ham. Hop. Ender portal nima deyilardi? Ender pearl o'sha garchi. Shunaqa keyin yana zo'r narsalar chiqdi lekin sunduqdan. Kiyim chiqdi aytgancha diamond kiyim chiqdi. Bu oltinlarni olmasak bo'lmaydi. Har bittasi 9 tadan oltindan hisoblasa. Ham diamond kiyimimizni kiyib olamiz biz. Bitta dona yig'ilmagan ishtona qopti-da. Yana pastga tushamiz biz. Bu yerda o'sha kerak narsalarni olib bo'ldik. Buni sindirish uchun kirka kerak. Ammo adashmasam kirkam bor edi yana. Yo'qmidi? Kirka bor ekan temirdan. Yaxshi. Tugab qolsa yana palkamiz bo'lsa, lekin yasab olamiz men oltin bilan anaqa deybu. Biz Ender Dragon portaliga yetib keldik bolalar. Buni sunduq bormikin bu yerda? Qo'yadigan narsalar bormikin shu qilib? Mana shu o'rgimchi to'riga ilinib qolish yoqmaydi bor menga. Yomon-da. Hop, sunduq bormi bu yerda? Mana tepada bor ekan, mana shunda bo'lishi kerak. Qo'yadigan. Hop. Yo'q-ku bu yerda. 8 tagina diamond bor bo'ldi. Bitta enchanted apple bor. 10 ta teleportatsiya. Nima qilaman men bilan? Yo'q-ku qo'yadigani. Yo'lda qattandir topishim kerakmi-da? Men ko'p joylarga qaramasdan o'tib ketdim. Lekin hamma joyga qaradim. Yo'q edi.
Mana buni o'rniga anaqa bo'lishi kerak qo'yadigani. Bu sunduqda bo'lishi mumkin. Voy, bu yoqda ham yo'q. Nima qilaman endi? Zato bizani missiyamiz bajarildi bolalar, mana yig'ildi ishoniyam. Endi uni kiyib olsak, missiyamiz bajarilgan hisoblanadi bolalar. Endi buni joyi yo'q ekan, o'zi borardik bolalar, lekin endi dragonga o'ldirmasak ham borardik. Chunki o'ldirishga hozirgi bizning narsalarimiz yetmasdi. Уже bedrock mana tugadi. Bu yog'i yo'q. Bolalar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga keyingi videomiz nima haqida bo'lishini albatta yozib ketinglar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.